2 marta keldim, mana bemalol yurishlarim yaxshi. Bu endi hozir bizda shu 1 soatlik rezultat. 1 soatlik Xudo rezultat. xolisa, bugun bel grijasi bilan olib kelgan Azmiddin akamizni hozir taxminan necha soat bo'ldi? 1 soatga bormadi menimcha muolajamiz, to'g'rimi? 1 soat. Yo'q, 1 soatlik muolajamizdan so'ng holatini ko'ramiz. Endi sizlarga oldingi holati yo'q bizda. Nimaga qiynalyapsiz o'zi? Mana shu belim o'tirib turish, yotishda ancha azobli edim. 3-4 kundan beri menimcha 3-4 kundan beri mana shunaqa azobli edim. Mana bundan 1 hafta oldin massaj olib ketuvdim. Bugun MRTlari yo'q bularning ma'lumoti. Shuni grijam bor deb o'zlari aytadi, lekin MRT qildirmagan. MRT yo'qligi uchun men shamollashib bordi, bitta massaj qilib bergan edim. Unda ham har holda yaxshi bo'ldingiz. Ancha yaxshi bo'ldim, yana qo'zg'aldi. Mana bugun ishga bora og'irroq olmadim. holatda keldingiz bugun. Ishga bora olmadim hamda zo'rg'a shu mashinada zo'rg'a olib kelib tushirdi. Mana hozir holat. Bitta o'tirib turib, agar anaqa bo'lmasa bitta ko'rsatib bering. Xudo xolisa, hech qanaqa bir anaqamiz yo'q, to'g'rimi? Bu yerda yolg'on boshqa nima yo'q. Hammasi zo'r. Rahmat. Bularga hozir hech qanaqa grij uchun cho'zish yoki boshqa muolaja qilmadik. Bularga faqatgina beliga 8 ta dona hijomi qo'yib berdik. Endi biz ham meni taxminim bu joyda belda ko'proq shamollash bilan gemotomani taxmin qilib hijomni qo'ydik. Mana xudo xolisa yaxshi. Muolajalar ham qiyin bo'lmadi bunaqa. Zo'r joy. Kelinglar, mana 2 marta keldim, mana bemalol yurishlarim yaxshi. MRT ham qilganimiz yo'q, xudo xolisa. MRT ham qilmadik, mana og'riqlari yo'q. Bu endi hozir bizda shu 1 soatlik rezultat. 1 soatlik Xudo rezultat. xolisa, ertaga uyqudan turib 1-2 kun harakat qilsangiz, yana ham xudo xolisa yaxshi bo'lib ketadi. Demak, sizga ham salomatlik tilaymiz aka. Xudo xolisa boshqalarga tavsiya berib qoldingiz siz menimcha, to'g'rimi? Kelinglar hammalar. Nomer qoldiramiz, murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi.